Yo'q, ichini yopmoqchi edingiz-ku. Bunga boshqacha anaqasi yo'q-ku. Zo'rroq. Mana birinchi qanaqa? Yog'li suvlarda qaynatib, o'shani bug'ini hisobiga qo'yiladi. Ha, mana. Ha, yog'da qaynatib, o'shani bug'iga qo'yiladi. Videoda shunaqa qilishadi. Uni siz faqat videoda ko'rdingiz. Boş duruş kerak. Hozir meniki bu doiram yuqoridaroq turdi. Bek tortmadim. Oyoqni ham tortmadim, qo'lni tortganman, ozgina kuch. Hozir shuni yuqori tomonni 1, 2, 3 ning o'rni harakat qiling. Bo'sh qo'ying. Bo'sh. Shuni mana, men. Bo'ldi. Cho'qim shu o'rinni yaxshi tanishlash kerak. Qo'limiz bu xil holatda tursa bo'ladi yoki bo'lmasa ozgina egilgan holatda, bu xil holatda tursa ham bo'laveradi. Ko'proq bu xil holatni ko'proq ishlatamiz. Umurtqaning o'tiradigan suyak bu oraga tushadi. Avval suyak o'rnini topamiz. Buning bilan nafas olishni birlashtirsak yaxshiroq bo'ladi. Masalan, bo'lmasa jiddiylashish oz bo'ladi. Oz nafas sumiramiz avvalda. Nafas sumirish bo'ladi. To'g'ri, endi nafas chiqaring. Chiqaravering. Shu birga ko'krak ichlik yopilash harakati bo'ladi umurtqaniki. Yana birga bemorniki diqqat boshqa yerga tarqaladi. O'zini qattiq tutib olmaydi, bosh qo'yadi. Harakat. Boş tutayım. Bunun da yani köp ahvallarda yassı koymasak da yaxshiroq bo'ladi. Yassini yoramiz. Boş qo'yib. Ko'krak umurtqasidan keyin bel umurtqasini yana boshqa usullar o'tirganda tortadigan usullar bor.